Assalomu alaykum barchaga. Videoda ko'rib turganingizdek, ba'zi bir hayvonlarda bola tug'ayotganda u bilan chiqish kerak bo'lgan qoldiq tushmaydi va natijada sut berish kamayib ketadi. Bundan tashqari ba'zi bir hayvonlarda oyoqda yoki og'izda yaralar paydo bo'ladi, tana harorati ko'tarilishi va turli teri kasalliklari, masalan, toshmalar uchrashi mumkin. Ba'zan esa kalsiy yetishmasligidan suyaklari mo'rtlashib, hayvonlar holsizlanib yotib qolishadi. Bunday kasalliklarning ba'zilarida odamlar kuchli antibiotiklar ishlatishi mumkin, lekin buni foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda Butasafe Total degan dorimiz bor. Bu dorimiz tarkibida butafosfin, B12 vitamini va glyukoza bor. Bu dorimizni shu antibiotiklar bilan ham va alohida holatda ham ishlatishingiz mumkin. Va tarkibidagi moddalar tufayli bu dorimiz energiyani oshirishda, immunitetni ko'tarishda yordam beradi va hayvonlarda immunitet kuchaygach, hayvonlar o'zlari kasalliklar bilan kurashishni boshlaydi. Qo'llash tartibi haqida aytsam, birinchi kuni ertalab 200 ml, kechqurun 200 ml, keyingi 3 kun davomida ertalab 100 ml, kechqurun 100 ml. Shunda 4 kunda 1 litrlik licheniya bo'ladi. Agar hayvonlaringizni barcha kasalliklardan tez va samarali sog'ayishni xohlasangiz, Butasafe Total dorimizni tavsiya qilaman.